yaxshiroq kelsin. Nimaga joylar iltimoslarda em yaxshi bo'lib kelsin, yordam beringlar. Hasan qizim, yig'lama, doim yig'lama. Bizda saxovatpesha insonlarimiz bor. Hammasi yordam beradi. Hali xudo xolasa oyijoningiz zo'rib ketadi. Bo'ptimi? Assalomu alaykum, saxovatpesha insonlar. Biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Bumazor qishlog'iga keldik. Hozir sinimiz jigar sirrozi bilan xastalanib turibdi. Xo'jaylari u yoqdan bu yoqdan 40-50 million pul yig'ibdi. Zudlik bilan Hindistonga jo'natishimiz kerak. 250 million pul kerak. O'shancha sizlarga video murojaat qilyapmiz. Qo'lingizdan kelganicha ko'p demaymiz. 1000 so'mmi, 2000 so'mmi oddiy bitta sigaretni olib 20 ming so'mga olib chekib qo'yasiz, kerak bo'lsa. Shundan qo'lingizdan kelganicha ehson qiling. Qarangda, men uyga borsam, onam qanaqadir bir joyga ketsa, qidirib qolaman. Onasi juda ham qiyin-da. Farzandlarini ko'rdingiz, farzandlari yig'layapti. O'zimga ham juda qattiq yosh kelyapti. Iltimos qilaman. Yaxshi insonlar, shu ikkita bolam uchun yashab qolay. Yordam beringlar. Bolalarimni orzu havasini ko'rayman. Ikkita bolam uchun yashashimga yordam beringlar. Hozir xo'jayinlarni o'yinini qo'yamiz, o'zlarini kartalarini qo'yib qo'yamiz. Hozir kunda har xil mashinalar chiqqan. Kartaga tashlash uloqchi bo'lsangiz, bittasidagi xo'jayinlarni o'zini nomeriga telefon qilib so'rab olishingiz ham mumkin. Hammanglarga juda katta rahmat. Biz O'zbekistonimizga, musulmonlarimizga hammasiga ishonamiz. Oldindan hammanglarga rahmat. Ya amin. Allohim shu farzandlarimga iloh. Fertiga shu bo'lmaydi. Go'daklarni rahmini yesin. Shu dunyodagi odamlarga hammasiga ta'zim qilaman. Hammasi qo'lidan kelgancha yordamini bersin. Shu bola dunyoga nima ularni ko'rdi? Endi 35 yoshga kirdi. Allohim o'zingizdan so'rayman, Parvardigorim. Shu bolamning dardiga shifo bersin. Bolalarini baxtiga sog' salomat yursin. Bolalari o'zlariga nasib qilsin. Umrlarini uzoq, rizqlarini ulug' qilsin. Meni baxtimga sog' salomat yursin. Dadasini ham tan joni sog' bo'lsin. Allohim men dardiga shifo bersin. Alloh o'zingizdan so'rayman, Parvardigor. Sizlarga umrlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Bolalaringga boshinglar. Allohim hammalaringga iltimos qilaman. Shu bolamni dardiga shifo bersin. Allohim qo'llaridan kelgan yordamini beringlar, ayamanglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Allohu akbar.